Avvalambor assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimiz sizga yaqin orada pul keladimi yo'qmi shu haqida ko'ramiz. Juda yaqin vaqt ichida pul bilan bog'liq barcha muammolaringiz asta-sekin ortga qoladi. Ortga qolish haqida aytmoqda. Lekin hozirgi paytda siz juda ko'p o'ylovdasiz. Ichingizda ikkilanish, qarorsizlik borligini kartalarda aytmoqda. Xavotirlaringiz ko'p, lekin shunga qaramasdan sizni qadrlaydigan va qadringizni biladigan bir holat yoki inson hayotingizga paydo bo'lishini bu yerda aytmoqda. Rizqingiz va barakangiz ortadi. Qilgan mehnatlaringiz bekorga ketmaydi. Buning mukofotini olasiz. Nima desam, bu kartalarimiz sizlarga shu haqida aytib bermoqda azizlarim. Go'yoki birdaniga omad eshiklari siz uchun ochilgandek bo'ladi deyilmoqda. Xo'p, shu bilan birga nimaga rizqingiz birdan ko'payayotganini ba'zida o'zingiz ham tushunmay qolasiz. Siz yoki Allohga duo qilgansiz, ko'p qilgan ehsonlaringiz tufaylimi menimcha rizqingiz ko'payadi. Sababi kartalar shuni aytmoqdaki, bu yerda niyatingiz bilan bog'liq bo'lgan bir niyatingiz qabul bo'lgan holati ko'rinmoqda. Yaqin vaqt ichida hayotingizda katta o'zgarishlar boshlanadi. Bu o'zgarishlar sizlarga omad olib keladi va juda katta ishlarni amalga oshirish imkoniyatini sizga beradi. Ammo ba'zan tushkunlikka tushishingiz mumkin. O'zingizni bosimda qolgandek o'ylaysiz. Men bularni qila olamanmi? Men bulardan ya'ni sinovlardan chiqa olamanmi kabi o'ylovlarda tushishingiz mumkin. Xo'p, ammo siz ishoning, uddalaysiz. Bu kartamizda siz uddalashingiz mumkinligi haqida aytib bermoqda. Kartalar shuni aytadiki, ayniqsa oyning 27-sanasidan keyin hayotingizda ko'p narsalar o'zgarishni boshlaydi. Agarda siz bu energiyalarni to'g'ri qabul qilsangiz, imkoniyatlardan foydalansangiz, 26-sanadan keyin hayotingizda yangi bir davr boshlanadi. Omad sizga buriladi va oldingizga ya'ni yangi eshiklar ochiladi deb bu kartamizda aytib bermoqda.